Musofirda yurgan aziz vatandoshlar. Mana kampirli odamlarimiz Moskvadan Toshkentga Pryamoy yo'lga chiqib ketyapti aka-ukalarni. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, ekranimizda nomerlar, ishonchli nomerlarimiz bo'ladi aka-ukalar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. To'ladimi, to'lmaydimi farqi yo'q, har kuni kunda reyslarimiz bor aka-ukalar. Tanlovda adashmanglar, bespasretniy samiglarni, Pryamoy reys. Axir pasretniy mashinalarga aldanib bo'lmaylar aka-ukalarimiz. Ekranda ishonchli nomerlarimiz bo'ladi, bemalol abrashasa qilaverasizlar. Aka-ukalar. Pryamoy O'zbekistonga. Bemalol abrashasa qilaverasizlar aka-ukalarimiz. Mana ichki salonlari. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qalay ekan avtobus? Nima dedi aka? Ishonchli ekanmi? Joy qayerga? Joylarga keldimi? Yo'q, joyiga kelmay olib ketyapti. Joyida kelibmi? Rahmat. Adresdan kelma, kampiri. 30 ta 40 ta odamlar bo'lyapti, joyidan olib siras ketaveradi. 55 talik emasalik, 30 ta odam chiqsa ham ketaveradi bu avtobusimiz. Agar akalar kimnidir dilini o'ritgan bo'lsam, qattiq gapirgan bo'lsam, uzr, hamma. Ekraнимizda nomerlarimiz bo'ladi aka-ukalar, mana. Yaxshi to'ylar. Konditsionerlari, zaryad uskurusalari hamma yo'q ishlab turibdi aka-ukalar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.